Assalomu alaykum. Shvetsiyaga yuk tushirgani keldim. Ana asfalt tashlaydigan mashinani qarang. Ana qiz qo'lida pulti bor. Bizga teskari qarab turibdi qiz bola. Mashinasini pultda oldi, orqa yurgizyapti. Mashina ham pultda boshqaryapti. Keyin asfalt tashlaydigani ham ham pultda boshqaryapti. Asfalt tashlayapti. Bu spesialniy shunaqa mashina ekan, asfaltga mo'ljallangan. Asfalt qilishyapti, ana asfalt tashlayapti. Deyapti. Texnologiya deydimi? Yevropa, Shvetsiya, Yevropa baribir. Akalar Yevropada. Mashina rulda hech kim yo'q ona. Rulda hech kim yo'q. Mashinani oldi, orqa o'ng chap qilib mashinani ham boshqarib yotibdi ona opa. Oq sochli opa. Hozir yana ko'rinsa kerak, yana asfalt tashlagan ko'rinadi. Bizga ham yetib borib qolar birar 100 yillarda, nima dedilaring?